Hop, ushbu Nexia bir mashinamizni super salon qilish harakatidamiz. Mana eshiklarni hammasini obsupkasini yechib qo'yganmiz. Super salon bo'libdi, ya'ni misrovka oynadan elektron oyna ko'tarib tushadigan bo'libdi. Va xolos ishlarni cho'tka qilib o'tkazib beramiz. Sedenlarni o'litdi, hop bularni ham bo'shatib olamiz. Simlarni taglardan akkuratlik qilib o'tkazib, zavod qanaqa bo'lsa, ishton qilib qo'yib beramiz. Mana eshiklarni o'ziganikini qo'yib olganmiz. Mana ko'rishingiz mumkin. Mana zavodskiy. Mana rezinkalargacha oldiga bularda bunda chiqmagan, o'zi misrovka chiqqan. Endi mana qo'yib, mana zavodskiy dakka qilib yig'ib beramiz, xudo xolasa. Hop, sizlar ham Nexia bir mashinani bo'lsa, yo'masa elektron anaqa oyna tushib chiqmaydigan bo'lsa, o'zimizga olib kelsamiz, shuni qilib cho'tka qilib zavod takka qilib yig'ib beramiz. Mana ko'tarib tushiradiganlarni. Mana shuncha sim ketadi Nexia'ni super qilishga. Mana zavodskiy simlari bu. Kursidan mumkin mana simlarni akkuratlik qilib o'tkazib, endi o'zi ishlarim qoldi. Mana misrovkani mana elektron qildi. Mana hamma oyna ishlatdi. Mana xolos hammasi cho'tka ishlangan bo'ldi. Как zavod bo'ldi. Zavodskiy simlardan tashlab zavod qilib berdim. Kimga shunaqa xizmatli kerak bo'lsa, o'zimizga murojaat qilasizlar. Mana sifatini ham baho berib qo'yasizlar. Mana zavoddan chiqqan. O'zdan ishlashlari ham cho'tka bo'lgan. Mana xudo xolasa shunaqa xizmatli kerak bo'lsa, o'zimizga murojaat qilsani, endi xolos cho'tka qilib zavod qilib beramiz. Okalar, taxminan shu mashinaga qancha ketdi deb o'ylaysizlar? Fikringizni kommentariyada yozib qo'ying. Hop, bunda yana eshik rezinkalarini almashtirganmiz. Harom bo'lib, yettilib, yotib qolgan rezinkalari, yangi rezinkalarni ham 4 teshikka qo'yib beramiz. Xudo xolasa cho'tka bo'ladi. Yopilishlari ham zavod bo'ladi. Kimga shunaqa xizmatli kerak bo'lsa, o'zimizga murojaat qilaverasizlar, ishingdan cho'tka qilib bitkazib beramiz.